Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Mana bugun bu siyalkada, qo'l siyalkasida Pioneer 1921 makka urug'ini egayapman. O'zim egayapman. Shu bali etidan keyin klientlar kelganda, do'konimizga kelganda qanaqa bu hosildorligi desa, manaqa deb qo'rqmasdan aytib bera olish uchun mana o'zim egayapman. Hozir ikkisidan sizlarga bir parcha ko'rsataman. Mana shunaqa qilib ikki ketlaveradi. O'rtoqlar, mana yer olayotganda iloji boricha kirib ko'rish kerak ichiga. Mana shu ham bitta agat hisobida o'tib ketgan bizga mana. Bu nechi bu? 60 mi? Makkani mana shunaqa qilib egib turib maqtab sotinglar, hurmatli hamkasblar. O'zingizlarga ham gapirishga oson bo'ladi. Sog' bo'linglar.